Mahmudjon obrazga kul qildim shunaqlar. Shunaq bir ishni to'g'ila to'xtatib rasmini chaplab. Bo'ladi yana bo'ladi. Hisobda necha mol keldi sizning bu Kroran shirkati hisobda? 60 mol. 60 mol keldi. Qancha odam ishlaydi? 6 yil 300 ga yaqin edi. 300 ga yaqin odam ishlaydi. 300 oyni beqiyotmiz deylar hozir. Necha yil bo'ldi shirkat shuna putda turibdi? 25 yil bo'ldi. 25 yil. Bayram bo'lmadimi bir haqiqatan? Yo'q. O'ynashmoqmidimi bayram bo'lishni? Voy. Bayram bo'lmaymish-dan mangimiz oldi qara. Mangimiz texnik taraqqiyot. Yana bo'ladi. Bunda tuqqanlar, yurakdan bir tab besib inkas rayoniga 99 raqamni yo'llab guanjo qilish unutqanmanglar. Biz bugun nada desanglar, yana Xotanga dasturdoq. Nimishqa desanglar, yana mushu ko'rayotganingdek mush Mahmudjon obraz vakili bo'lgan, yana mush 25 yillik tarixiy bo'lgan, biz kichigimizdan tortib, mushu yo'lbanlardan tortib, tuxum turmildan tortib, nayt yaxshi ko'rib yavatdan, yana mush Kroran shirkatniki zavodiga, yana mush ishlab chiqarish sexining o'ziga keldik. Nimish keldik? Hozir deb bermay, avval bunday qildi. Bu darvozani olmayvat, ichki muhit olmayvat, bir-birdan ayvatga bunday qil avval aslan men ishlayotganlarning bir xizmat muhitim ko'rib baqqandan keyin anonki zodi nima uchun keldik, qanday xushliklarni deb beramiz mush tuqqanlarga. Anki deb beramdik. Unda ichiga bir kirlashaga sizlarning xizmat muhiti olmush ishxona. Mushu. Hisob me'lamni ishxona rayoni degan misha. Shu. Bu ispanlarning ishlaydigan ishxona rayonimi yo rasman dachimi bu endi? Ishxona rayonimiz. Oho, voy bu backpage bu. Bir ay juma lekin men xizmat qilgan hamig'dek juma bir xil rahat, bir xil ozoda backpage ekan. Qatanamda. Top qo'ydi. Yomon emas. Anikin material uchun nimlar va? Material bizning ko'rgazma zalimiz. Mal ko'rgazma zali. Ya bir kirli. Ko'rgazma zalimiz shu. Shu. O sizlarning mush ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning hammasi musha shukamda bo'lsa, ma'lumla Baklava. Ohoy, buna yana bo'ladi. Materialga har xil bulkalar. Bu necha xil turlar bormi shu ishlab chiqarayotganmiz yemeklik turdi? Yemeklik turi oldi keyin 30 necha xil bor. 30 necha xil. Yana bu qora buğdayni endi tatib aka buna. Yana bo'ladi. Lekin yaqtirib yeymiz juma. Izchil burundan tatib yeydiganmi sizlarniki Kroran markasiga shu dukanlarning hammasi bo'lganga hatto so'g'atiqqa yo apirg'anga ishlatdik. Buni bugun rasmiy endi bir klip mishaga ko'rishga muyassar bo'ldik. Xo'shladim juma bir xil hayajon va sizlardan juda cho'ng shirkatni biza ziyorat qilib biza ko'rish fursak erishishga men cho'g'anda mening bek cho'ng ta'lim deb qarayman. Bas. Bundan üstüne bir ayni chiqamdi. Üstüne nima bor? Üstüne bizning yig'in zalimiz. Yig'in zali ishxona odatda. Ishxona rayoni material. Material ishxona rayoni, üstü yig'in zali, odat o'tli. Bu bir da'chi kelib qolgandek bu texnik bir ayvat kelib qoldim ya bu. Bu hozir mishaga ustiga yig'in zali chiqirgan. Mush palampiyanlar. Lekin mush qurilishning o'ziga asbablar qashlarsa. Ajoyib bir xil neyimiz ifodali bo'lmaydi, bek bir xil rahat tuyg'u bir ekan cho'bak ishlaganligimi. Oho, ustiga bir mangsoq tugamayotgan buni ustiga. Ko'donlama payzimga biz bugun nada desanglar buni sil ko'rayotgan, ya'ni Kroran shirkati, mush Mahmudjon obraz vakili bo'lgan, yana shunaqlar, mush biz kichigimizdan tortib mana butun yemekliklarni yoqtirib yeydigan, mushu Kroran shirkati turyapmiz, buni mishada mushlar filmlarni tortyapmiz. Biz mavj g'inzalmiz, mavj g'inzal emas. Buni matrab g'inzalimizga buni bu ham qiqas. Bu ham matrab hozir biz chiqaya shuma. Ohoy. Bir tutdim ama atrofga. Nimda bir hayvatchilik. Bir xil kuzmechilik qoldi juma. Bu Xotanda ajoyib bek kuchaytgansiz juma qurilishga. Ras kuchaytgansiz qurilishga, ajoyib kuchaytgansizlar. Ish qilib bir xil kuzmechilik qoldi. Bek hayvat, bek yaxshi ish qilib. Bunda tuqqanlar bayda bitib ketgan ekan biz ko'rayotganlar olib deb qolsa, ya'ni biz kichigimizdan bilib kelayotgan, ya'ni mush Kroran mahsulotlarini ishlab chiqarish bazasi, ya'ni shular ishxona rayonida turyapmiz. Endi bu yerda nima ish keldi o'tgan vaqtida, ya'ni 9-oyning 20-kuni tushdan keyin soat Beijing vaqti 6 bilan mushu asli aytib qo'ydim, mush Kroran shirkatining o'zining janhosi bilan biz hammamiz tunish qo'ygan, ya'ni mush Kroran shirkatining obraz vakili bo'lgan Mahmudjon apandimniki janhosida jibo echib, endi 9-oyning 20-kuni shu tushdan keyin 300 kişilik muş naq maydonda muş obraz vakili tanlash shunaqlar vanxonlar yig'ilishi shunaqlar har xil san'at nomerli faoliyatini olib bormoqchi. Shunga barcha jiroq yaqindagi misha kelmagan do'stlarimizniki mush asli aytib bo'lgan janxo va shunaqlar meningki mush janxonni guanjo qililar orqali mush janxolarimizda bevosita ko'rish olib boramiz shunaqlar davomli filmlarni yo'llab turamiz. Shu mush filmlardan mush ko'rinishlardan sizlarning bahramand bo'lishinglarni mush Kroran shirkatini texmi yaxshi tushunib mush filmlar orqali mush jibonni naq maydon ko'rish orqali tushunib qilishinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz.
Onun başka bir yanda kölüm 60 moka biz fakat ma xizmatchilarniki ishxona rayonini ko'rib chiqdik. Hatta biz ko'mgan sex rayoni var shunaqa ishlab chiqarish. Bular endi o'zi mishadi zavod o'zining, mahsulot o'zining, marka hamma narsa o'ziniki endi nihoyat pokiz muhitda ishlab chiqarish yapar ekan. Shunga keyingi filmimizda sex rayoni yana ishlab chiqarish bazasini bir ko'rib chiqaylik. Ishta qilamdik. Endi mush filmni chiqib guanju qilib olib, saqlab tayyor turinglar. Mush 20 minutda naq maydonda mush Korean shirkatniki 300 kishilik ilk berilayotgan eng cho'ng holatga butun vanxunlar yig'ilgan mush naq maydon faoliyatidan hammamiz bahramon bo'lamiz. Unda bo'lsa guanju qilib, diqqatingiz davomli turda bizning filmimizda olsun. Keyingi filmimizda sex ko'rishimiz. Katta